Hech kim buni tasavvur ham qila olmasdi. 21-asr bo'sag'asida bizning olamimizni olis sayyoradan turib koinotdagi boshqa mavjudotlar sinchkovlik bilan o'rganmoqda edi. O'sha mavjudotlarning aqliy shuuri insondan bir necha baravar ustun edi. İnsanlar o'zining kundalik tashvishlari bilan band bo'lgan chog'da ularni xuddi mikroskop ostiga qo'yilgan tomchi suvdagi jonivorlarni o'rgangandek o'rganishayotgandan mutlaqo bexabar edi. Yer kurrasida esa insoniyat benihoya ulkan manmanlik ila xuddi bu olamga mutlaq xo'jayin bo'lib kelgandek tutardi o'zini. Ammo shu onda tubsiz koinot bag'ridan hasadga to'la nigoh ila bizning sayyoramizni nihoyatda aqlli, biroq har qanday tuyg'u va mehrga begona bo'lgan mavjudotlar tikilib kuzatardi. Sekin-asta lekin ishchillik bilan ular o'z rejasini ishlab chiqar, bu reja tom ma'noda bizga qarshi qaratilgandi. Ikki olam to'qnashuvi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman. Men bugun sizlarga Ikki olam to'qnashuvi deb nomlangan filmning qisqacha sharhini aytib beraman. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Ikki olam to'qnashuvi filmi fantastika, drama va sarguzasht janrlarini o'zida mujassam etgan insoniyat va boshqa olamlarning to'qnashuvi haqida hikoya qiluvchi film. Film tomoshabinga o'zining murakkab syujeti, kuchli vizual effektlari va qiziqarli obrazlari bilan yoqadi. Filmda ikki parallel olam, insoniyat dunyosi va noma'lum sirli mavjudotlar dunyosi to'qnashadi. Ilmiy kashfiyot ortidan tasodifan ochilgan portal orqali bu ikki olam birlashadi. Ammo bu hodisa ikki dunyoning tinchligini buzadi va ziddiyatlar boshlanadi. Filmning asosiy qahramonlari olimlar va harbiylar. Ular bu to'qnashuvni hal qilish yo'lida murakkab qarorlar qabul qilishadi. Shu bilan birga boshqa olam vakillarining motivlari va hikoyalari film davomida ochib beriladi. Filmning asosiy mavzulari: texnologiya va mas'uliyat. Ilm-fan imkoniyatlari bilan bir mas'uliyat ham oshadi. Noto'g'ri qo'yilgan bir qadam qanday katta oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Tinchlik va ziddiyat. Filmda insoniyatning begona bo'lgan narsalarga nisbatan qo'rquvi va dushmanligi qanchalik yomon oqibatlarga olib kelishi mumkinligi ta'kidlanadi. Empatiya va muloqot. Boshqa olam vakillari bilan kelishuvga erishish faqat muloqot va bir-birini tushunish orqali amalga oshadi. Filmning ijobiy jihatlari. Vizual effektlar. Filmning maxsus effektlari yuqori darajada tayyorlangan. Portallar, jang sahnalari va boshqa olamning manzaralari tomoshabinni hayratda qoldiradi. Emotsional chuqurlik. Qahramonlarning his-tuyg'ulari va qarorlariga e'tibor qaratilishi tomoshabinga ta'sir qiladi. Soundtrack. Film musiqalari atmosferaga mos kelib, sahnalarning ta'sirini oshiradi. Filmning salbiy jihatlari. Murakkab syujet. Film syujeti juda murakkab va ba'zida chalkash bo'lishi mumkin. Bu esa ba'zi tomoshabinlarga noqulaylik tug'diradi. Ikkinchi darajali qahramonlar. Ba'zi qahramonlarning roli yetarlicha ochilmagan va ular film davomida esda qolarli ta'sir ko'rsatmaydi. Film haqida qisqacha xulosa. Ikki olam to'qnashuvi fantastik janr ishqibozlari uchun ko'rishga arzigulik film. Unda faqatgina jang va effektlar emas, balki insoniyatning mohiyati, begona olamga munosabat va kelajak uchun mas'uliyat haqida chuqur fikrlar ham mujassam. Agar film murakkab syujeti sizni cho'chitmasa va yaxshi maxsus effektlardan zavq olsangiz, bu filmni ko'rishni tavsiya qilaman. Filmni Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Столкновение двух миров. Фильм, сочетающий в себе жанры научной фантастики, драмы и приключений, рассказывающий историю столкновения человечества и иного мира. Фильм привлекает зрителей сложным сюжетом, мощными визуальными эффектами и интересными персонажами.
Кратко о сюжете: в фильме сталкиваются два параллельных мира – мир человечества и мир неизвестных загадочных существ. Эти два мира связаны через портал, который случайно открывается после научного открытия. Но этот инцидент нарушает мир двух миров, и начинаются конфликты. Главные герои фильма – ученые и военные, которые принимают непростые решения для разрешения этого конфликта. В то же время мотивы и истории потусторонних персонажей раскрываются на протяжении всего фильма. Основные темы – технологии и ответственность. С возможностями науки возрастает и ответственность. Это показывает, как один неверный шаг может иметь серьезные последствия. Мир и конфликт. Фильм показывает, как страх и враждебность человечества по отношению к чужеродным существам могут привести к ужасным последствиям. Эмпатия и общение. Достижение соглашения с представителями других миров возможно только посредством общения и взаимопонимания. Положительные аспекты, визуальные эффекты, спецэффекты фильма тщательно продуманы. Порталы, сцены сражений и потусторонние пейзажи поразят зрителя. Эмоциональная глубина, сосредоточение на эмоциях и решениях персонажей влияет на зрителя. Саундтрек. Музыка фильма соответствует атмосфере и усиливает воздействие сцен. Отрицательные аспекты, сложный сюжет. Сюжет фильма очень сложен и порой может быть запутанным. Это вызывает у некоторых зрителей дискомфорт. Второстепенные персонажи, роли некоторых персонажей недостаточно раскрыты и не оставляют запоминающегося впечатления на протяжении всего фильма. Заключение. Столкновение двух миров. Фильм, который стоит посмотреть поклонникам жанра фэнтези. В нем содержатся не только бои и эффекты, но и глубокие мысли о сути человечества, его отношении к инопланетному миру и ответственности за будущее. Если вас не пугает сложный сюжет фильма и вы любите хорошие спецэффекты, я рекомендую вам посмотреть этот фильм. Скачать фильм можно с нашего телеграм-канала. Спасибо за ваше доверие. Оставьте свои мысли в комментариях. The film, Clash of Two Worlds, is a film that combines the genres of science fiction, drama and adventure, telling the story of the collision of humanity and another world. The film appeals to the viewer with its complex plot, powerful visual effects, and interesting characters. Briefly about the plot in the film. Two parallel worlds collide: the world of humanity and the world of unknown, mysterious creatures. After a scientific discovery, these two worlds are united through a portal that accidentally opened. But this event disrupts the peace of the two worlds and conflicts begin. The main characters of the film are scientists and military personnel, who make difficult decisions to resolve this conflict. At the same time, the motives and stories of representatives of other worlds are revealed throughout the film. Main themes: technology and responsibility, along with the possibilities of science. Responsibility also increases. It is shown how one wrong step can lead to great consequences. Peace and conflict. The film highlights how humanity's fear and hostility towards aliens can lead to disastrous consequences. Empathy and communication. Reaching an agreement with representatives of other worlds is possible only through communication and mutual understanding. Positive aspects. Visual effects. The film's special effects are highly developed. Portals, battle scenes, and otherworldly landscapes amaze the viewer. Emotional depth. The focus on the emotions and decisions of the characters affects the viewer. Soundtrack. The film's music fits the atmosphere and enhances the impact of the scenes. Negative aspects. Complex plot. The plot of the film can be very complex and sometimes confusing. This can be uncomfortable for some viewers. Secondary characters. The roles of some characters are not sufficiently revealed, and they do not leave a memorable impression throughout the film. Conclusion: Clash of Two Worlds is a must-see film for fans of the fantasy genre. It contains not only battles and effects, but also deep thoughts about the essence of humanity, its attitude to the alien world and responsibility for the future.
If the complex plot of the film does not scare you and you enjoy good special effects, I recommend you to watch this film. You can download the film from our Telegram channel. Thank you for your trust. Leave your thoughts in the comments.